Va nihoyat biz shu joyga yetib keldik. Dengiz quturishini ko'ryapsizlarmi? Bundan rovni 114 yil oldin Titanic taxminan mana mashina okeanga cho'kib ketgan. Titanic kemasi naq 3800 metrlik chuqurligiga cho'kkan, bilasan, ikkiga bo'linib cho'kkan. Xo'p, kemaning ichida общий 2200 odam bo'lgan ekan, lekin ular ichidan bor yo'g'i 700 tasi tirik qolgan ekan. Biz bekorga ayni soat 1 da tashqariga chiqmadik, chunki soat 12:00 da cho'kish boshlab 2:30 da mutlaqo cho'kib tugagan. Va yana bitta fakt aytaman. Bugun biz kemaga chiqqanimizda 4-kun bo'ldi va Titanic ham 4-kuni cho'kib ketib g'arq bo'lgan. Va yana eng zo'r fakt, biz birinchi o'zbek blogerlarimiz ayni o'sha Titanic cho'kib ketgan hududdan o'tayotgan. Pastni bir ko'rsadik-a. Amerikaga xudo xolasa ozgina qoldi. Kuzatib boringlar. Mashalloh, qaranglar. Bloklarimiz bor. Okalar, bitta vнимание qilinglar-da. Kemani liqillashiga qarab turinglar. Sezyapsizlarmi? Tepaga tushib chiqayotgan. Xullas, okalar, ma'nolarni hammasini o'zini ma'nosi bor ekanda. Ular jirkanch ma'nolari bor ekan. Hammasi qaranglar. Hozir basseynga chiqdim. Bir 80 yoshliga to'lgan bitta onaxon keldilar-da. Basseynga tushmoqchi bo'ldilar, qarasam. Keyin chiqib ketdim o'tdan sirazi. Basseyndan kelyapman hozir. Bitta shunaqa miyani portlatadigan bitta bolalar yetib qolishdi, ma'lumot. Xullas, Dayusning cho'qqisida hozir men sizlarga aytib beraman. Astagfirulloh, mana shu O'zbekistonda musulmon bo'lib tug'ilganimga alhamdulillah devorasizda. Xullas, mana bunaqa kabinalari bor. Mana shu kabinalarda mana bunaqa har xil nakleykalar yopishtirar ekanda. Короче, ananas bor-ku, ananasni teskari tushirilgan rasmini yopishtirgan bo'lsa, u shunaqa signal ekanki, короче, meni xotinimni olib ketganda, o'zingni xotiningni tashab ket degan takoy signal ekanda, shunaqa. Astagfirulloh, shu Dayusning cho'qqisida bor-ku. Va men eshitib borib shok bo'ldim. Endi bular yoshni yashab bo'lganda, o'sha ozgina qolgan xullas ketishiga. Lekin shunaqa iflosliklarni qilishar ekanda, hali ham shu, demak shu baribir gap yoshda emasda. Alhamdulillah. O'zbekistonda musulmon bo'lib tug'ilganimizga, ota-onamizni bizga shunaqa tarbiya berganiga o'ylab fikrlab qolasiz-da baribir.